Uchburchakli piramidaning asosiy tomonlari 6, 8 va 10 ga teng. Agar ikki yoqli burchak 60 gradusga teng bo'lsa, uning yon sirtini yuzini toping denmoqda. Bu misol ko'p marta tushgan. Demak, yechib ko'ramiz. Asoslari 6, 8 va 10 bo'lsa, demak asosi to'g'riburchakli uchburchak bo'lyapti. Mana 6, 8 va 10 bo'lsa, demak mana bu burchagi asosidagi burchak 90 gradusga teng. Agar ikki yoqli burchagi 60 gradusga teng bo'lsa denmoqda. Ikki yoqli burchak bu apofema bilan mana shu asosiga ichkisi degan aylana radiusi orasidagi burchak bo'ladi. Aylana chizsak, biroz mana apofemani mana bu yerga olib tushamiz endi. Mana shu apofema bilan radius orasidagi burchak bo'ladi mana shu narsa. 60 deyilmoqda. Balandligini ham olib tushamiz yuqoridan. Mana buni balandlik tushdi. Mana bu apofema, bu radius. Bu apofema, bu radius, mana burchak 60 deyilmoqda. Xo'p, o'zi yon sirt topishda qanaqa edi? Perimetr ko'paygan apofema taqsim 2 edi-da. Perimetrni topish qiyin emas, demak muammo apofemada ekan. Demak bizga radius kerak. Radius teng a qo'shilgan b ayrilgan s taqsim 2. Bu to'g'riburchakli uchburchak, to'g'rimi? Katetlari 6, 8, gipotenuzasi 10 bo'lyapti. Taqsim 2. Hisoblasa 2 chiqyapti. Endi mana shu to'g'riburchakli uchburchakda kosinus 60 ni hisoblaydigan bo'lsak, radius taqsim apofema bo'ladi. 1 taqsim 2 ga teng kosinus 60, radius 2 taqsim apofema. Apofema 4 chiqyapti. Demak, endi p teng a qo'shilgan b qo'shilgan s. Ya'ni 6, 8, 10 bo'ladi. 24 bo'lyapti. Demak, 24 ko'paygan 4 taqsim 2 48. Demak, javob deymiz 48 ga teng ekan. Sistemani ildizlar yig'indisini topish kerak. Mana bu ikkinchi tegirmani 3 ga ko'paytirsak, mana bu yer 6 bo'ladimi? Mana bu yer 3 bo'ladi. Bu mahraj 6 bo'lib qoladi. 3 ga ko'paytirsak, keyin ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, mana bu ikkalasi ayrilib ketib qoladi. Shunda 8 ta 2x minus y qoladi. Teng 1 taqsim 2 ga 1 taqsim 6 qo'shiladi. Mana 1 taqsim 2 qo'shilgan 1 taqsim 6. Bu mahraj 6 bo'ladi. Xo'p, 3 u 1 4 bo'lyapti. Demak, bundan 2x minus y topadigan bo'lsak, 8 kara 6 48, 4 ga bo'lsak 12 bo'lyapti. Mana bu 12 bo'ldi. Xo'p, endi mana shuni qaysi biriga qo'ysak bo'ladi? Xohlagan biriga qo'yib ishlasak ham bo'ladi. Masalan, mana bu ikkinchisiga qo'ysak, mana bu yerga 1 taqsim 12 ni 12 ni qo'yadigan bo'lsak, 2 taqsim 12 minus 1 taqsim x minus 2y teng 1 taqsim 18 bo'ladi. 1 taqsim 6 minus 1 taqsim 18 bo'lyapti teng 1 taqsim x minus 2y ga. Demak, 1 taqsim 6 dan 1 taqsim 18 ni ayiradigan bo'lsak, bu mahraj 18 bo'ladi. 3 u 1 2 qolyapti. Demak, 1 taqsim 9 ekan. Bundan x minus 2y ni 9 ga kelib chiqadi. Xo'p. Mana buni 2 ga ko'paytirib olaman. 4x minus shart emas ekan. O'shani shundoqligicha tagiga yozsam, teng 12 va bir-biridan ayiradigan bo'lsak, minus x qoladi hamda minus y qoladi teng minus 3 ga. Minus 1 ga ko'paytirsa x plus y teng 3 bo'ladi. Javob. 3-misol. ABC nuqtalari uchburchak uchlari bo'lsa, CD mediani uzunligini toping denmoqda. Demak, mana bu C nuqta bo'lsa, minus 2 10 bo'lyapti. Demak, bu A minus 6 minus 2, B'miz esa necha? 4 8 bo'lyapti. Demak, mana CD mediani tushdi deylik. Shunda mana bu D nuqtasi tomonni tengki bo'lish kerak A B'ni. Demak, D o'rta nuqta ekan. O'rta nuqtani x bilan y ni topishda mana bu A bilan B ni x bilan y'larni qo'shib 2 ga bo'linadi. Ya'ni minus 6 ga 4 ni qo'shamiz. Minus 2 yarmi minus 1 bo'ladi. Xo'p, mana bu minus 2 ga 8 ni qo'shamiz. 6 yarmi 3 bo'ladi. Demak, D nuqtamiz minus 1 3 nuqta ekan. Endi CD mediani uzunligini ikki nuqta orasidagi masofani topish formulasida bo'yicha hisoblaymiz. Xo'p, mana bu minus 1 dan minus 2 ni ayirsak 1. Keyin mana bu 3 dan 10 ni ayirsak minus 7. Shunda ildizosida 50 hosil bo'ldi. Bu 5 ildizosida 2 degan. Javob. Minus pi kesmadagi ildizlar yig'indisini toping. Demak, x sinus
kub x minus kosinus 2x ni sinus x ga bog'lanishi bor ikkilangan burchak formulasidan. Mana shuni qo'yib ketamiz. Oldida minus borligini hisobga oladigan bo'lsak, minus 1 plus 2 ko'paygan sinus x ni kvadrati minus sinus x teng 0 bo'ladi. Endi shu yerda sinus x t deb ketamiz. To'g'rimi? Ishlash osonroq bo'ladi. Shunda 2t kub plus 2t kvadrat minus t minus 1 teng 0. Mana bundan 2 ko'paygan t nikini chiqarsak t plus 1 bo'lyapti. Keyin ikkitasini minus bilan qilib olsak t plus 1 bo'lyapti teng 0. Demak t plus 1 chiqib ketar ekan. 2t kvadrat minus 1 teng 0 qolyapti. Demak t teng minus 1 chiqyapti. Ikkinchi qarashdan t teng plus minus 1 taqsim ilzosi 2 chiqadi. Yoki bo'lmasa mana bu qavs ichi mana bu qavs ichi minus kosinus 2x ga teng bo'ladi. Chunki t'miz sinus x ga teng-ku. Mana buni minus ko'paytirib qo'ysak, qavs ichi hosil bo'ladi-da. Shuning uchun osonroq ishlash maqsadida minus kosinus 2x ni 0 ga teng deb olib ketsak bo'ladi. Yoki kosinus 2x teng 0 degani. Xo'p, t teng minus 1, ya'ni sinus x teng minus 1 ga qachon erishadi? Minus pi taqsim 2 plus 2 pi endi erishadi. Kosinus qachon erishadi 0 ga? Pi taqsim 2 plus pi endi erishadi. X topadigan bo'lsak, pi taqsim 4 plus pi n taqsim 2 ekan. Mana. Xo'p, n teng minus 1 ligida deylik. Mana bu birinchi ildiz, bu ikkinchi ildiz bo'lsa, n teng minus 1 ligida birinchi ildizdan minus pi dan kichkina son chiqadi, olinmaydi. x2 dachi, ikkinchi ildizdan nima chiqadi? N teng minus 1 ligida x2 dan minus pi taqsim 4 chiqadi va bu olinadi. N teng minus 2 dan birinchi ildizdan albatta kichik son chiqadi, olinmaydi. Lekin n teng minus 2 da x2 dan minus 3 pi taqsim 4 chiqadi va bu olinadi. Endi n teng 0 ga o'tamiz. N teng 0 da x1 dan minus pi taqsim 2 olinadi. x2 dan esa pi taqsim 4 olinadi. N teng 1 ligida birinchi ildizdan olinmaydi, chunki pi dan katta son chiqib ketadi. Ikkinchi ildizdan birligida 3 pi taqsim 4 chiqadi va bu olinadi. Bo'ldi shular. Endi shularning yig'indisini so'ragan. Bularni hisoblaydigan bo'lsak, qarang mana. Bu bilan bu 0 bo'lib ketadi. Bu bilan bu ham 0 bo'lib ketadi. Minus pi taqsim 2 ga sherik topilmaydi. Demak, javob minus pi taqsim 2 bo'ladi. 5-misoli. Xo'p, ildizlar yig'indisini toping deyilmoqda. Xo'p, belgilashdan foydalanamiz. Ildizosdagi ifodani a desak, narigisini b desak, mana bu nimaga teng bo'ladi? A qo'shilgan b qo'shilgan 4 ga teng bo'ladi. E'tibor bersangiz, ana shuni ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni ildizosda a plus ildizosda b teng ildizosda a plus b plus 4 degan tenglama hosil bo'ldi. Va endi biz buni kvadratga oshiramiz. Shunda a qo'shilgan b qo'shilgan 2 ildizosda a b hosil bo'ladi teng a qo'shilgan b qo'shilgan 4 ga. Nimalar ketadi? A, B, A, B'lar ketadi. Hamda 2 ga qisqartiradigan bo'lsak, ildizosda A, B teng bo'ladi 2 ga. Demak, A ko'paygan B teng ekan 4 ga. Ya'ni x kvadrat plus x plus 4 ko'paygan x kvadrat plus x plus 1 teng bo'lyapti 4 ga. Mana birlashtiraylik. Mana bu narsani t deylik. Bu ham t bo'ladi. Ya'ni shunda t plus 4 ko'paygan t plus 1 teng 4 bo'lyapti. Qasni ochamiz. T kvadrat plus 5t plus 4 teng 4 bo'ladi. Demak, 4lar tushib ketyapti. T ni chiqarsak t plus 5 teng 0 bo'ladi. Demak, yuqoriga yozaman mana. T teng 0 ekan. T teng yoki t plus 5 teng 0 ekan degan. T ni o'rniga endi o'z asl ifodasini qo'yib olamiz. Bundan x teng 0, x teng minus 1 chiqadi. Ikkita ildizi bo'ladi. Buni yig'indisi minus 1. Endi ikkinchisidan x kvadrat plus x plus 5 teng 0 bo'ladi. Buni diskriminanti 0 dan kichikligi uchun haqiqiy ildizlari yo'q. Demak, yig'indisi minus 6-misol. Hop. Tenglamaning ildizi x0 bo'lsa, x0 plus 1 taqsim 4 ni toping.
logaritm 2 asoskara mana buni x minus 1 ko'paygan x minus 3 qilsak bo'ladi. Va shuni o'zi teng bo'ladi keyin logaritm 2 asoskara x minus 1 qo'shilgan logaritm 2 asoskara x minus 3 ga. Endi shu yerda logaritm 2 asoskara x minus 1 ni qandaydir m deb olsak, narigisi logaritm 2 asoskara x minus 3 ni n deb olsak, mana bu m plus n bo'lyapti. M plus n minus va mana bu m ko'paygan n bo'lyapti. M ko'paygan n teng 1 ni beryapti. Hop, m ko'paygan n minus n plus 1 teng 0 bo'lyapti. Mana ikkalasidan m ni chiqarsam n minus 1 qoladi. Keyingi ikkitasidan minus 1 ni chiqarsam qarshisida n minus 1 qoladi, teng 0. N minus 1 chiqib ketsa qarshisida m minus 1 qoldi, teng 0. Demak, m teng 1 ekan, m teng 1 ekan. N logaritm 2 asoskara x minus 3 ga teng edi. Teng 1 va x minus 3 teng 2, x teng 5. Endi m ga o'tamiz. Logaritm 2 asoskara x minus 1 shu m edi, shu 1 ga teng bo'lyapti. Bunda x minus 1 teng 2 bo'ladi, x teng 3 bo'ladi. Mana bu x teng 5 bor-ku, x teng 5 yechim bo'ladi, x teng 3 yechim bo'lmaydi. Nimaga desa, mana bu yerda aniqlash sohasi bor. X minus 3 0 dan katta bo'lsin degan. X 3 dan qat'iy katta bo'ladi. Shuning uchun yechim bo'lmaydi x teng 3. Va x teng 5 ekan. Demak, mana shu x 0 5 ekan demak. 3 ko'paygan 5 plus 1 taqsim 4. 16 taqsim 4 bu 4. Javob 4 bo'ladi. 7-misolda hisoblang deyilmoqda. Biroz kamchiligi ham bor deyishdi, qayerdadir. Shuni hozir yechish davomida bilamiz. Demak, bu 3 ilzosida 5 minus bu 2 ilzosida 5 degani. Hop, 9 ni darajasida yarim. Bu ilzosida 9 degani. 3 chiqadi. Bu 4-ilzosida 625. Bundan 5 chiqadi. Minus 5 taqsim sinus minus bittasi 3. Minus ilzosida 3 taqsim 2 ga teng. Kosinus bittasi 6. Ilzosida 3 taqsim 2 ga teng. Qo'shilgan logaritm 5 asoskara 1 0 ga teng. Demak, qaysi ilzosida 5 bo'ldi, ko'paygan 15 bo'ldi. Minus 5 taqsim minus 3 taqsim 2 bo'ldi, to'g'rimi? Yo'q, 2 4 ekan. 4 bo'ldi. Demak, 15 ilzosida 3 minus emas plus bo'lib ketdi. 20 taqsim 3. Shunga o'xshagan son chiqib qoldi. Albatta xunukroq son chiqdi. Demak, buni qayerdadir kamchiligi bor. Qayerdadir yig'inda yoki ko'paytma bo'lishi mumkin. Demak, biroz kamchiligi bor ekan. Hali qiyin misol emas bu. 8-misol soddalashtiring. Birinchi qavsni birinchi kasri surati 3a minus 4b 3a plus 4b ga ajraydi. Taqsim 3a plus 4b turibdi. Minus ikkinchi kasrni suratidan a ni chiqarsak a minus 3b qolyapti, to'g'rimi? Taqsim ab. Qavsni darajasi 2 turibdi. Mana 3a plus 4 bilan qisqarib ketdi. Mana a bilan ab ham qisqarib ketdi. 3a minus 4b ayrilgan minus a plus 3b bo'lib qoldi. Shunda ikkita a minus b qoldi. Hop, endi ikkinchi qavsga o'tsak. 6ab ayrilgan, hop, suratda kublar ayirmasi turibdi. Demak, 2a minus b ko'paygan 4 ko'paygan a ikkinchisi plus 2ab plus b ni ikkinchisi yoziladi. Taqsim 2a minus b. Bular qisqarib ketdi. 6ab minus ikkinchi qavsni yozamiz. Oldida minusi bor, shuni ham e'tiborga olib yozish kerak. Hop, demak, minus 4a kvadrat plus 4ab, to'g'rimi? Minus b ni ikkinchisi bu. Minusdan 2a minus b ni kvadratiga teng bo'lib qoldi. Shu ikkisini bo'lish kerak ekan. Mana bu yerda minus bor. Demak, bular modul jihatdan bir-biriga teng bo'lyapti. Bo'lsak minus 1 ekan demak javob. Minus 1. Hop, 9-misolda funksiya
Hosilasini 0 dagi qiymatini toping deyilmoqda. Hop, funksiyadan hosila olamiz. Demak, bu funksiyamizni dastlab mana bunday ko'rinishda yozsak, ilzosida jx qilsak, shundan hosila olishda demak dastlab ildizosidagi funksiyadan hosila olib oldiga yozamiz. Endi ildizli ifodadan o'zidan hosilasak 2 ildizosida jx ga teng bo'ladi. Mana shu hosilasi bo'ladi. Demak, hozir bizda jximiz mana bu bo'lyapti mana. Shuni hosilasi. Endi bu jx funksiyamiz kasrli funksiyaga mahrajini ko'paytiruvchiga ajratsak bo'lar ekan. Surukdan qisqarib ketsa 1 taqsim 1 plus x ekan. Ya'ni x plus 1 ni minus 1-si ekan. Hosila olamiz. J ishtirih x teng minus 1 oldiga tushadi. Minus 1 dan 1 ni ayirsak minus 2 bo'lib qoladi. Bo'ldi shu. Ya'ni minus 1 taqsim x plus 1 ni darajasi 2 bo'lyapti. Shu ekan hosilasi. Demak, f ishtirih x teng bo'lyapti. Minus 1 taqsim x plus 2 ni darajasi 2 taqsim 2 ilzosida jx. Jximiz bizda 1 taqsim x plus 1 bo'lib qoldi. X plus 1. Hop, endi shunga 0 qo'yib qo'ysak bo'ldi-da. 0 qo'yadigan bo'lsak, minus 1 taqsim 1 taqsim 2 ilzosida 1 bo'ladi xullas. Endi minus 1 taqsim 2 ekan. Ajoyib bo'lar ekan. Hop, tasdiqlarning to'g'riligini aniqlang deyilmoqda. Birinchisi, sonning raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linsa, demak bu son 3 ga bo'linadi. Bu to'ppa-to'g'ri. Demak, A bilan B ekan, C bilan D chiqib ketdi. O'chirib qo'yamiz. Xo'p, uchinchisini tekshirib qo'yamiz. Uchinchisida tangens x ning hosilasi minus bilan boshlanmaydi, plus bilan boshlanar edi. Demak, noto'g'ri. Demak, B javob ekan. 2 ni tekshirish shart. 10. Ikkita ishchi bir xil detallar tayyorlashdi. Birinchi ishchi 77 ta detal tayyorlash uchun ikkinchi ishchi 99 ta detal tayyorlashga sarflagan vaqtda 4 soat kam vaqt sarflaydi. Agar birinchi ishchi har soatda ikkinchi ishchiga nisbatan 2 ta ko'p detal tayyorlasa, ikkinchi ishchi 1 soatda nechta detal tayyorlaydi? Demak, ikkinchi ishchini mehnat unumdorligi soatiga x ta detal yasash bo'lsin. Birinchisiniki shundan nima? 2 taga ko'p bo'lyapti. Hop, vaqtni topamiz. Hop, birinchi ishchi 77 ta detal yasash uchun qancha vaqt sarflaydi? T1 bo'lsin. Shuni hisoblashda shu detallar sonini tezligiga bo'lish kerak x plus 2 ga. Ikkinchi ishchi qancha vaqt sarflayapti? 99 ta uchun t2 vaqt sarflayapti. Shu 99 ni tezligiga x ga bo'lsak vaqt kelib chiqadi. Mana shu vaqtlar ayirmasi 4 ga teng bo'lyapti. 4 soat farq qilyapti. Demak, t2 ni o'rniga 99 taqsim x qo'yamiz. t1 ni o'rniga 77 taqsim x plus 2 teng 4 bo'ladi. Shu yerdan x ni topib qo'ysak bo'ldi. Endi buni tenglama qilib yechib o'tirish shart emas. Javoblardan foydalangan ma'qulroq. Mana bu ximiz 99 ni bo'luvchisi bo'lish kerak ekanda. Yo 9 bo'ladi, yo 11 bo'ladi. 9 olsak 99 taqsim 9 minus 77 taqsim 11 teng. Hop, 11 ayrilgan 7 4. Demak, x teng 9 ekan. Javob B bo'ladi. Hop, 12-misol sifatida ishlayapmiz buni. Binom bo'linmasiga doir misol ekan. Mana bu ifodani qaysidir hadi shunga teng bo'lsa kattasi m ni toping degan savol. Hop, bu daraja bilan bu darajani qo'shadigan bo'lsak 7 bo'lish kerak. M qo'shilgan m plus 1 teng 7, m teng 3 bo'lyapti. Demak, k ko'paygan, x ni 3-inchisi ko'paygan, y ni 4-inchisi bo'lyapti ekan. Qaysi hadi shunga teng bo'ladi? Hop, s 7 3 dan boshlaymizmi? Zur. 4 dan. S 7 4 ko'paygan 2x ni 7 dan 4 ni ayirsak 3 bo'ladi. 3-inchisi hamda minus 3 ni mana bu 4 yoziladi. 4-inchisi bo'ladi. Mana shuni ochib chiqadigan bo'lsak, x ni kubi, y ni 4-inchisi chiqadi-da. S 7 4 7 faktorial taqsim 3 faktorial ko'paygan 4 faktorialga teng, ko'paygan 8 ko'paygan x ni kubi, endi 81 ko'paygan y ni 4-inchisi bo'ladi.
Xo'p, 7 faktorialni 4 faktorial ko'paygan 5, 6, 7 qilib yozib olsak bo'ladi. Taqsim 3 faktorial 6 ga teng, ko'paygan 4 faktorial. Ko'paygan 8 ko'paygan 81, x ni kubi, y-ni 4-si. 4 faktoriallar qisqardi, 6lar ham qisqardi. Xo'p, 35 ko'paygan 8 ko'paygan 81, x ni kubi, y-ni 4-si. Demak, k mana shu ekan, k'miz. Demak, k teng 35 ko'paygan 8 ko'paygan 81 bo'ldi, hamda m 3 bo'ldi. Demak, so'ralgan ifoda 35 ko'paygan 8 ko'paygan 81 taqsim 3. 35 kere 8 280 ko'paygan 27 bo'lyapti. 7560. Navbatdagi misoli. ABCD parallelogramning A3 bisektrissasi BD va BC ni N va M nuqtalarida kesib o'tadi. Rasmda ko'rinyapti. Agar AB6, MC4, B3dan A'daga tushirilgan balandlik 3 ga teng bo'lsa, yuza BNM ni toping. Xo'p. Endi mana burchakni alfa deb olsak, mana bu yer ham alfaga teng bo'ladi, to'g'rimi? Chunki BC tomon bilan AD tomon parallel. Endi bu AM bisektrisi bo'lganligi uchun mana bu burchak ham alfaga teng. Demak, uchburchak ABM teng yo'li bo'lib qoldi. Demak, AB bilan BM teng 6 dan bo'ladi. 6 bo'ldi. Shunda BC tomon jami 10 bo'ldi. Bu BC tomon AD tomonga teng bo'ladi. Ya'ni bu ham 10 bo'ladi. Xo'p, endi qaraymiz, mana qarang. Mana bu MD ni birlashtirib olsam, shunda ADMB trapetsiya hosil bo'ladi. ADMB trapetsiya. Shunaqami? Shunaqa. Asoslari 6 bilan 10 bo'lyapti. B shundan tushgan balandligi 3 degan, masalan shartida. 3 degan. Yuzasini hisoblaymiz. S A D M B ni. Asoslari 6 bilan 10 qo'shib 2 ga bo'lib balandlikni ko'paytiramiz. 18 taqsim 2 8 3 24 bo'lyapti ekan. 16 taqsim 2 8 3 ko'paytirsa 24. Xo'p, endi bu mana bu yuza bilan ko'rsataman, mana uchburchak BNM bilan uchburchak ANDlar o'xshash bo'ladi. Chunki asoslari parallel va N3, ya'ni N burchaklari tengligi uchun. Xo'p, endi o'xshash bo'lsa, yuzalar nisbati qanday bo'ladi desa, asoslar nisbatini kvadratiga teng bo'ladi. Asoslari 6 yu 10, bir-biriga bo'lsak 3 yu 5 bo'ladi. Demak, yuzalar nisbati 9 yu 25 bo'ladi. Tomonlar nisbati 3 yu 5 bo'lsa, yuzalar nisbati 9 yu 25 bo'ladi. Shuning uchun men mana bu uchburchak yuzasini 9S desam, mana bu yuza 25S bo'ladi. Xo'p, endi mana bu yuza bilan bu yuza teng bo'ladi. Ya'ni ixtiyoriy trapetsiyada yon tomonlarga yopishgan yuzalar teng bo'ladi. Ya'ni buni SS demaylik, AA deylik. Mana bu A, bu A bo'ladi. Shunda mana shu A ni A ga ko'paytmasi 9S ni 25S ga ko'paytmasiga teng bo'ladi. Ya'ni bu ixtiyoriy to'rtburchakda shunaqa qoida bor edi. Qarama-qarshi uchburchakda yuzlar ko'paytmasi teng edi. Ya'ni bu ikkalasini ko'paytmasi teng bo'ladi bu ikkisini ko'paytmasiga. Bu ixtiyoriy to'rtburchakda ishlaydi bu formula. Xo'p, mana shunda A ni topadigan bo'lsak, 15S bo'ladi. Demak, mana bu A larning o'rniga men nimani yozib olaman? 15S ni yozib olaman. 15S, mana bu ham 15S bo'ladi. Ana endi hamma yuzani qo'shadigan bo'lsak, 24 chiqish kerak. 2 ta 15S 30S bo'ladi. 9S ga 25S 34S bo'ladi. Ya'ni 64S shu 24 bo'lishi kerak. Bundan S ni hisoblasak, 24 taqsim 64. 8 ga bo'lsak 3 taqsim 8 bo'lyapti. Bizdan so'raganida yuza
b n mni. Bu 9s bizda. 9 ko'paygan s 3 taqsim 8. Demak, 27 taqsim 8 bo'lar ekan. 3 butun 8 dan 3. Javob shu. Navbatdagi misolda ABCda teng yo'lli trapetsiya asoslari 6 va 8, unga tashqi aylana chizilgan. B'da diagonal 14 ga teng. Aylanadan olingan K nuqta uchun BK masofa 14 bo'lsa, AK ni toping. AK mana o'zlari x qilib yozib qo'yishibdi. Shuni topishimiz kerak. Bundan avval men bir narsani aytib o'tmoqchiman. Mana shu teng yo'lli trapetsiya bo'lsa, balandlik olib tushib oladigan bo'lsak, mana bu masofa x bo'ladi, mana bu masofa L bo'ladi. Bu x nima desa, asoslar ayirmasini yarmi bo'ladi. L chi desa, asoslar yig'indisini yarmi bo'ladi, ya'ni o'rta chiziq bo'ladi. Shunda ikkalasini qo'shib qo'yadigan bo'lsa, x plus L teng bo'ladi a ga, ya'ni katta asosga. Mana bu balandlik. Endi qarang, diagonalni o'tkazib oladigan bo'lsam, mana bu diagonal D. Mana shu chizmadan foydalanamiz hozir biz. Bizda diagonal 14, D o'rniga 14 ni yozaman mana. 14. O'rta chiziqni hisoblaymiz. Asoslari 6 bilan 8 deyilyapti. 7 bo'lyapti. Mana bu 7 bo'lyapti. To'g'richali uchburchak bo'yicha, demak, mana bu yer 30 bo'lib qoladi. Chunki 30 ning qarshisi 7 bo'lsa, 90 ning qarshisi 14 bo'ladi. Demak, mana bu yer necha ekan? 60 ekan. 60 bo'ldi mana shu. Demak, 30 ning qarshisi 7 bo'lsa, 60 ning qarshisi necha edi? 7 ilzos 3 edi. 7 ilzos 3 bo'ladi. Endi x'imiz asoslar ayirmasining yarmi, ya'ni 8 ayrilgan 6 taqsim 2 1 bo'lyapti. Demak, mana bu yer 1 ekan mana. 1. Endi yon tomonni ham hisoblab qo'yadigan bo'lsak, yon tomonni hisoblaymiz. Katetlari 1 va 7 ilzos 3 bo'lgan to'g'richali uchburchak hosil bo'ldi. Shundan hisoblaymiz. 1 plus 49 kara 3 bo'lyapti, to'g'rimi? 49 kara 3 147, 148 bo'lyapti. Buni chiqarib qo'yish kerak. Demak, 2 ilzos 37 bo'lyapti. Mana. AB tomoni 2 ilzos 37 bo'ldi. Ya'ni yon tomonlar. Xo'p, mana bu yer 60 bo'ldi, mana. Mana bu yer 60 bo'ldi. Endi qarab turing. Bu mana burchak BDAmiz 60 bo'ldimi? Endi bunga mos bo'lgan AB yoyimiz necha bo'ladi? 120 bo'ladi. 2 marta katta bo'ladi. Va mana bu BKA ham shuni yarmi bo'ladi. BKA burchak ham, ya'ni mana bu ham 60 bo'ladi. Chunki mana shu 120 gradusli yoyni tortib turibdi-da. Bu ham 60 bo'ladi. Mana 60. Ya'ni bizda mana bunda uchburchak hosil bo'ldi. Mana bularni o'chiramiz. Mana qarang. Mana bu AB bo'lsin. Bu BK, mana bu AK. B. Mana bu yer 60. 3 2 ilzos 37 ekan. Bu 14. Bo'lsa mana bu x ni toping deyilyapti. Kosinuslar teoremasini qo'llaysizmi yoki boshqa xossalarni qo'llaysizmi, bemalol topsa bo'ladi endi. Xo'p, kosinuslar teoremasini qo'llaydigan bo'lsak, demak 60 ning qarshisi 2 ilzos 37. Demak 148 barobar x kvadrat plus 96 minus 2 ko'paygan x ko'paygan 14 ko'paygan kosinus 60. Ya'ni shuni o'rniga bittasini 2 yozsam. Bittasini 2 yozdim. X kvadrat plus 196 dan 148 yozsak 48 qoladi. Minus 7x teng 0. Bu diskriminator noldan kichkina bo'lib qoldi. Nimadir xato ketdimi ekan? Uzr 14x bo'ladi mana bu. Minus 14x bo'ladi teng 0. Hop, x minus 6 ko'paygan x minus 8 teng 0 yozilyapti. X teng 6 bo'lyapti, x teng 8 bo'lyapti. Demak, javob 6 yoki 8 ga teng bo'lar ekan. Hop, bu misolda a plus 5 taqsim b plus 6.
Mana a plus 5 taqsim b plus 6 5 taqsim 6 ga teng deyilyapti. Va 2 ko'paytirilgan e kub a bilan b sonini plus e kubga teng 96. E kubda ham a b qilib yozib qo'ydik. 96 bo'lsa a plus b ni toping. Xo'p, mana buni proporsiya qilib olsak, 6a plus 30 teng 5b plus 30. 30lar tushib ketsa 6a teng 5b bo'lyapti. Demak, bundan a taqsim b ni topsak 5 taqsim 6 ga teng bo'lyapti. Demak, a ni masalan 5k desam, b ni 6k deb olishim mumkin. Mana shunda mana shu a bilan b ni e kubi nima bo'ladi? Ikkalasidan k borligi uchun k bo'ladi. E kubchi, e kubki, ya'ni a bilan b uchun e kubga 30k bo'ladi-da, to'g'rimi? 5k bilan 6k uchun e kub 30k bo'ladi. Endi yuqoridagi mana bu tenglikka qo'yib ketamiz. Pastdan qo'yaman. 2 ko'paygan k plus 30k teng 96. 32k teng 96. K ni topsam 3 bo'ldi. Bizdan a plus b ni so'rabdi. Ya'ni 5k plus 6k ni 11k bo'ladi. 11 ko'paygan 3 teng 33 bo'ladi. Navbatdagi misolda x ayrilgan y ni toping deyilmoqda. Xo'p, bunda nimadan foydalansak bo'ladi? Mana bu yerdan balandlik olib tushib olsam 90 qilib, bu h bo'lsa, mana bu a, b, c, d nuqta bo'lyapti. Uchburchak a, b, h teng yo'li to'g'richa uchburchak bo'lib qoldi, chunki mana bu yer ham 45 bo'ladi-da. Gipotenuza 6, ilzosi 2 bo'lsa, katetlar 6 dan bo'ladi. Mana a, h 6 bo'ldi. Endi nima qilamiz? Xo'p, mana bu yerdan balandlik olib tushib oladigan bo'lsak, mana bu yer 30 bo'ladi. 30 ning qarshisi 4 bo'ladi. Ya'ni mana bu 8 ning yarim bo'ladi. 60 ning qarshisi 4 ilzosida 3 bo'ladi. Xo'p, hozir bu 6 bo'lsa, mana bu ham 6. Shunda y-imiz 4 plus 6 10 bo'lyapti. X-imizchi mana bu 4 ilzosida 3. 6 plus 4 ilzosida 3 bo'lyapti. X ayrilgan y ni so'ragan ekan. 6 plus 4 ilzosida 3 ayrilgan 10. 4 ilzosida 3 minus 4 ekan. Uchburchak YFS yuzani toping deyilmoqda. Xo'p, demak YBS to'g'richali uchburchak. YBS katet 9, gipotenuza 15. Ikkinchi katetni hisoblasak 12 chiqadi. Bu qiyin emas hisoblashi. 12. Endi qarab turing. Uchburchak ASda bu YF bisektrisa ekan. E nuqtani 2 ga bo'lib qo'shibdi-yu. Demak, YF bisektrisa bo'lsa, tomonlar 5, 15, nisbat necha bo'ladi? Nisbati 1/3 bo'ladi. 5 dan 15 ga bo'lsak 1/3 bo'ladi. Yuza ham shunday nisbatda bo'linadi. Buni S deb olsak, mana bu 3S bo'ladi. Bisektrisa yuzani yon tomonlariga mos nisbatda bo'lib qo'yadi. Endi men mana shu 4S yuzani hisoblayman. Qaysi 4S mana? Yuza ASE yuzamiz 4S bo'ldi jami. Shuni hisoblayman. Mana bu YF tomoni 5 deyilyapti. 5 deyilyapti. Bunga tushgan balandlik mana bu 12 bo'ladi. Nimaga desa, mana bu burchagi o'tmasligi uchun, bu nima uchun o'tmas? Chunki mana bu qo'shnisi o'tkirda. O'tkir burchakning qo'shnisi o'tmas bo'ladi. Mana shu burchagimiz o'tmas bo'lganligi uchun AYga tushgan balandlik tashqarisiga tushadi. SB shuni balandligi bo'ladi. Balandlikni ko'paytirib 2 ga bo'lib qo'ysak, mana 30 bo'lyapti. Yuzani topsak 30 taqsim 4 7,5 bo'lyapti. Bizdan 3S yuzani so'ragan. 3 kere 7,5 22,5. Xo'p, navbatdagi misolimiz, demak, integralni hisoblash kerak. Mana bu mahraj nimaga teng bo'ladi? Teng 2 sinus kvadrat x ga. Suratdagi 2 bilan, demak, mana shu 2 qisqarib ketyapti. Demak, pi taqsim 6 dan pi taqsim 2 gacha 1 taqsim sinus x ni kvadrati dx. Xo'p, hisoblaymiz. Boshlang'ich minus katangiz x bo'ladi.
pi taqsim 6 yu pi taqsim 2. Pi taqsim 2 ni qo'yamiz. Minus katanginis pi taqsim 2 ayrilgan minus katanginis pi taqsim 6. Minus katanginis pi taqsim 2 0. 2 minus plus bo'lib ketdi. Katanginis pi taqsim 6 ilzosti 3. Demak, ilzosti 3 ekan javob. Xo'p, keyingi misolda b-ga mana bu vatar uzunligini toping deyilgan. Demak, aylanaga ichki 5 burchak chizilgan ekan. 4 ta tomon berilyapti. 3 4 3 4 va AD diagonal berilyapti. Xo'p, mana bu DS tomon bilan AB tomon tengligi uchun bularni vatar deb qaraydigan bo'lsak, teng vatarlar teng yoylarni ajratadi degan qoida bor. Ya'ni mana bu AB yoy bilan DS yoy teng bo'ladi. Endi mana bu BD diagonalni o'tkazdirib olsam, shunda mana bu burchak bilan B burchak bilan mana bu D burchak teng bo'ladi. Nimaga desa, shu ikkala burchaklar teng yoylarni tortyapti. B burchak DS yoyni tortyapti. Bu D burchagimiz esa AB yoyni tortyapti. Shuning uchun ular teng bo'ladi. Demak, mana shu ikkalasi teng bo'lib qoldi. Mana qarang. Keling, mana alfa alfa deb qo'ying. Mana alfa alfa bo'lib qoldi. Shu ikkita burchak tengligi mana bu BS bilan AD ni parallel ekanligini bildiradi. Shular parallel. Xo'p, bular parallel bo'lsa, endi mana bu BS yoy bilan YD yoy teng bo'ladi. Nimaga desa, BS vatari bilan YD vatar tengligi uchun. Shuning uchun ular teng bo'ladi. Shunda mana bu burchak bilan mana burchak ham teng bo'lib qoladi. Nima uchun desa, shu ikkala burchak teng yoylarni tortyapti. Shuning uchun ular teng bo'lib qoladi. Endi mana shu buni beta desam, bu ham beta bo'lsa, demak mana bu DS tomon bilan mana bu YB tomon parallel bo'lib qoldi. Shu ikkita burchak beta tengligi uchun. Demak, mana bu ichkaridagi mana bu T deb olsak, mana ichkaridagi DS BT shaklimiz parallelogram bo'lib qoldi. Demak, BS ga DT teng bo'ladi. Ya'ni mana bu yer 4. Ishning qizilda ko'rsatay mana. Mana bu yer 4 bo'ladi mana. Mana shu 4 bo'ladi. Shunda mana bu yerga 2 qoladi mana. Yuqorisiga 2 qoladi. Va bu DS bilan BT teng bo'ladi. SD 3ligi uchun BT ham 3 bo'ladi mana. 3. Endi qarab turing. Mana bu AY yoyga qaraymiz. Mana shu yoy mana shu yoy bo'lsa, mana bu D burchagini, mana shu D burchagi mana shu AE yoyni tortyapti. Bundan tashqari mana bu B ham mana. B ham. Demak, mana shu ikkita burchak teng bo'ladi. Mana shularni gammadan deb qo'yaman. Mana gamma deyman. Ana endi qaraymiz. Mana 3 burchak A, B, T ga hamda 3 burchak T, D, E ga. Bular o'xshash bo'ladi bular. Nimaga? Tomonlar 3 3, 4 4 hamda ular orasidagi burchak gamma teng. Ya'ni ikkita tomonlar nisbati teng bo'lyapti va ular orasidagi burchak ham teng bo'lyapti. Demak, bular o'xshash bo'ladi. O'xshash bo'lsa, demak, kichkina tomon taqsim katta tomon, ya'ni mana bu 3 taqsim mana bu 4 teng bo'ladi. Asoslar nisbat 2 taqsim mana bu y ni x deylik, x ga. Mana. Shuni x topadigan bo'lsak, 8 taqsim 3 bo'lyapti. Bizdan by ni so'ragan. By bu bt qo'shilgan ty bo'lyapti. Demak, bt'si 3 ga teng, ty'si 8 taqsim 3 ga teng. 17 taqsim 3 bo'lyapti. Xo'p, x ni topishimiz kerak. Buni alfa deb qo'yaylik. Mana bu yerni L deb qo'yamiz. Demak, mana bu sariq uchburchak bo'yicha sinuslar teoremasini qo'llaymiz. X taqsim sinus alfa L taqsim sinus 30 ga. Endi mana bu uchburchak bo'yicha sinuslar teoremasini qo'llaymiz. 5 ilzosti 2 taqsim sinus alfa teng bo'ladi L taqsim sinus 45 ga. Bir-biriga bo'lib tashlaymiz. Bo'lib tashladigan bo'lsak, nimalar qisqaradi? Sinus alfalar qisqaradi
va mana bu l'lar ham qisqarib ketyapti. X taqsim 5 ilzosli 2 teng bo'lyapti. Sinus 45 taqsim sinus 30 ga. Demak, sinus 45 ilzosli 2 taqsim 2, sinus 30 1 taqsim 2. Ular qisqarib ketsa 2lar ilzosli 2 qolyapti. Demak, x teng 5 ilzosli ko'paygan ilzosli 2. 10 ekan javob. Xo'p, navbatdagi misol minus pi kesmadagi ildizlar yig'indisini topish kerak. Demak, ilzosli 3 sinus 2x plus 2 sinus kvadrat x minus 1 teng 0 bo'lyapti. Ilzosli 3 sinus 2x minus mana bu narsa kosinus 2x bo'ladi. Teng 0. Xo'p, 2 ga bo'lib tashlaymiz. Ilzosli 3 taqsim 2 sinus 2x minus 1 taqsim 2 kosinus 2x teng 0. To'g'rimi? Xo'p. Bu ilzosli taqsim 2 ni masalan kosinus necha qilib yozsak bo'ladi? 30 qilib yozsak bo'ladi. Sinus 2x va minus sinus 30 qilib yozamiz. 1 taqsim 2 ni kosinus 2x teng 0. Shunda bu sinus 2x minus 30, ya'ni pi taqsim 6 ga teng bo'ladi. Teng 0. Xo'p, qachon sinus funksiyasi 0 ga erishadi? Pi endi erishadi. Demak, x topadigan bo'lsak, pi taqsim 12 plus pi n taqsim 2 ekan. Ana. Minus pi kesmada ildizlar ko'p chiqmaydi. Masalan, n teng minus 2 ligida chiqadi. X barobar pi taqsim 12 minus 2 pi. Minus pi bo'ladi. N teng minus 1 ligida bo'ladi. X teng pi taqsim 12 minus pi taqsim 2. N teng 0 ligida. X teng pi taqsim 12. N teng 1 ligida. X teng pi taqsim 12 plus pi taqsim 2. N teng 2 ligida berilgan bu kesmadan oshib ketib qoladi. Shularni qo'shib qo'yamiz ekan. Qo'shib qo'yadigan bo'lsak, ayrilib ketadiganlari bor. Minus pi taqsim 2 bilan pi taqsim 2 ayrilib ketadi. Pi taqsim 12 dan 4 ta bo'lib qoldi. Pi taqsim 12 dan 4 ta bo'ldi. Bundan tashqari minus pi ham bor. Minus pi. Demak, minus pi taqsim 3 minus pi bo'lyapti-da, minus 2 pi taqsim 3 bo'lar ekan. Minus 2 pi taqsim 3, minus 120 agar gradusda bo'lsa. Shu misol ham tushibdi. Bu o'sha sinov testlarimizda bor edi bu misol. 30-misol qilib berilgan ekan. Xo'p, quyidagi rasmda ikkita teng konusning ikki xil ko'rinishi tasvirlangan. Agar konuslarni bo'yalgan qismlarning hajmlari yig'indisi 80 cm3 bo'lsa, bitta konus hajmini toping. Xo'p, buni V1 desak, mana buni V2 desak, shu V1 plus V2 80 ga teng deyilyapti. Xo'p, endi mana bu balandliklarini berib qo'yibdi 4 2 qilib. Endi mana bundoq balandlik o'tkazdirib oladigan bo'lsak, mana bu qismi 4 bo'lsa, pastiga 2 qolyapti. Pastiga 2 qolyapti. 2 4 bo'lyapti. Endi yuqoridagi bo'sh konus, ya'ni mana bu yerda bo'sh konus bor-ku, shu bo'sh konusning hajmini to'liq konus hajmiga nisbati balandliklar nisbatini kubiga teng bo'ladi. Balandliklar nisbati 4 taqsim 6 jamida 4 taqsim 6, ya'ni 2 taqsim 3 degani. 2 taqsim 3. 4 taqsim 6 ni kubi shu hajmlar nisbatiga teng bo'ladi. Xo'p, keling mana V1 V2 deb aytmaylik. Buni V1 deylik, buni V2 deylik. V1 taqsim V1 plus V2 hozir bizda shu 4 taqsim 6 ni kubiga teng bo'ladi. Ya'ni 8 taqsim 27 bo'ladi ekan. Bunda 27 V1 teng 8 V1 plus 8 V2. Yoki bo'lmasa, mana shundan V1 da 8 V deb olsak, V1 plus V2 ga 27 V qoladi. Bundan V2 miz 19 V kelib chiqadi. Demak, mana bu 8 V bo'lsa, bu pasi 19 V ekan. 9 V.
Endi jami 27V deb oldik. Mana 27V deb oldik. Demak, mana bu ham 27V jami hammasi. Endi bundoq balandligini o'tkazsak, mana bu yer 2, mana bu yer 4 bo'lyapti. Endi buni o'chiramiz. Endi mana qarang. Mana bu qismini V1 deb olsak, bu qismi V2 bo'lsin. V1 taqsim V1 plus V2 teng bo'ladi balandliklar nisbatini kubi 2 taqsim 6 ni kubiga. Ya'ni balandlik 2, jaminiki 6. Bu 1 taqsim 8 chiqadi. To'g'ri? 1 taqsim 8. Mana buni 27V deb oldik-ku biz. Shunda V1 topadigan bo'lsak, 27V taqsim 8 bo'ladi. Mana. Demak, chap tomonda 19V bo'lgan qismi, o'ng tomonda V1imiz 27V taqsim 8 bo'ldi. Shu 80 ga teng bo'lishi kerak ekan. Uzr, mana bu 1 taqsim 8 emas, 27 ekan. Mana bu 27 bo'lsa, bu V chiqar ekan, uzr, mana bu V ekan. V bo'ldi. Shu 80 bo'lyapti. Demak, 20V teng 80. V ni topsak 4 bo'lyapti. Nimani so'ragan? Bitta konus hajmini so'ragan. 27V ni so'ragan. 27 kere 4 108 bo'ladi. Ajoyib ekan. Xo'p. Demak, bu misolda dastlabki 5 ta xat yig'indisini so'rayapti. Dastlabki 3 ta xat yig'indisi 24. Bunda birinchi xat bilan 3-xat yig'indisi o'rtadagi xatni ikkilanganiga teng bo'ladi. Demak, bu bilan buni o'rniga 2 ta 2 qo'yib ketsam, o'rtadagi A2 bilan qo'shilsa 3 ta 2 teng bo'ladi 24 ga. A2 ni topsak 8 bo'lyapti. A2 8. Endi A1 ni A kalgan D shaklida yozsak bo'ladi, ya'ni 8 minus D. A3 ni esa A2 plus D shaklida yozsa bo'ladi, ya'ni 8 plus D bo'ladi. Mana bu yerga qo'yib ketamiz. 8 minus D 8 8 plus D teng 224 ga. Qavslarni ochamiz. Va keyin ixchamlaymiz. 2 ta D kvadrat minus 16D bilan plus 16D ayrilib ketdi. Va 3 ta 64 192 bo'ladimi? Ayrilgan 224. Teng 0. Xo'p. Nima qoladi? 224 dan 192 ni ayirar ekanmiz. 2, 3. Xo'p. 2 ga bo'lib qo'yadigan bo'lsak, 16 D teng plus minus 4. Endi masalan shartida aytilgan bo'lish kerak, bu hadlar o'suvchi yoki kamayuvchi deb. Endi biz o'suvchi deb olamiz, ya'ni D ni 0 dan katta qilib olamiz. Shunda D teng 4 chiqadi. D teng 4. Shunda birinchi xadi nima bo'ladi? Mana bu yerga qo'yamizda. Birinchi xadi 8 ayrilgan 4. 4 bo'ladi. Ikkinchi xadi 8 edi o'zi. Uchinchi xadi necha bo'ladi? Shu 8 plus 4 bo'ladi. 12 bo'ladi. Ya'ni 4 ga oshib ketyapti-da. 4-xadi 16 bo'ladi, 5-xadi 20 bo'ladi. Shularni qo'shib qo'yamiz. 4, 8, 12, 16, 20. 4 ga 20, 24, 8 ga 12, 24 plus 12, 60 bo'ladi. Xo'p, x tomon topish kerak. Demak, mana burchakni alfa deb olaman va kosinuslar teoremasini qo'llayman. Mana bu 3 burchak bo'yicha. Xo'p, alfani qarshisida 4 turibdi. Yon tomonlari 2 bilan 3 minus 2 ko'paygan 3 ko'paygan kosinus alfa. Demak, 12 kosinus alfa teng 13 dan 16 ni ayiramiz, minus 3 bo'ladi. Kosinus alfani topsak, minus 1 taqsim 4 chiqar ekan. Endi katta 3 burchak bo'yicha qo'llaymiz kosinuslar teoremasini. Demak, yon tomonlar 4 bilan 8 bo'lyapti. 4 bilan 8 bo'lyapti. Va kosinus alfa teng 16 plus 64 minus necha? 64 ko'paygan kosinus alfa minus 1 taqsim 4. Demak, 80 qo'shilgan 16 bo'lyapti. Teng 96. Hisoblaydigan bo'lsak, 4 o'zida 6 bo'lar ekan. Uchinchi misolda P4 ko'paygan P6 ni toping deyilmoqda. Birinchi holatda x o'rniga 3 qo'yadigan bo'lsak, bu P2 bo'ladi. P2 bo'ladi teng 4 taqsim P2. Demak, P2 ni P2 ga ko'paytirib olamiz, teng 4. Bundan P2 plus minus 2 chiqadi. Endi masalan shartida nima deyilgan bilmayman.
P2 plus minus 2 chiqib qoldi-da. Endi ikkita holat ko'rish kerak ekanda. Xo'p, ana endi x o'rniga 5 qo'ysam. 5 qo'yadigan bo'lsam, P4 bo'ladi, teng 6 taqsim P2 bo'ladi. Hozir P2 imiz plus minus 2 ligi uchun P4 ham plus minus 3 chiqib qoladi, to'g'rimi? Ya'ni mana bu yerga plus minus 2 qo'ysak, P4 plus minus 3 chiqib qoladi. Endi 3-holatda x o'rniga 7 ni qo'ysak, P6 teng bo'ladi 8 taqsim P2 ga. Bundan P6 ni topadigan bo'lsak, plus minus 4 chiqib qoladi. Farqi yo'q ekan. Plus minus bo'lsa ham, lekin ko'paytma bir xil chiqar ekan. P4 ko'paygan P6. P4 3 bo'lganda P6 4 bo'ladi, 12 bo'ladi. Yoki minus 3 bo'lganda minus 4 bo'ladi. Ko'paytma bor, 12 chiqar ekan. Javob 12 ekan. Xo'p, hisoblang deyilmoqda. Demak, hisoblaymiz. Mana bu ikkalasidan ildiz 75 ni chiqaradigan bo'lsak, kosinus kvadrat 75 taqsim 12. Pi taqsim 12 15 bo'ladi. Uni 7 ga ko'paytirsak, necha bo'ladi? 105 bo'ladi. 105 qilib yozib olaman. Minus sinus 105 plus 3 ni darajasida 5 taqsim 6 ko'paytirilgan. Bu yerda 9 kelyapti. Mana bu yerda 9 kelyapti. 9 ni 3 ni ikkinchisi qilib olsak, shuni darajasi 1 taqsim 12 adashmasam, 7 mi ekan? 7 taqsim 12 1, ha? 7 ga o'xshayapti-da. Xo'p, bu teng bo'ladi 3 ni 1 taqsim 6-siga. Demak, 3 ni 1 taqsim 6-si. Keyin plus mana bu yig'indidan ko'paytmaga o'tib ketamiz. Logaritm 6 asosiga ko'ra 9 kira 4 36 bo'ladi. Ildiz 75. Mana bu narsa kosinus 2 alfaga tushib qoladi, ya'ni 210 ga teng bo'ladi. Va plus 3 ning ustida 5 taqsim 6 ga 1 taqsim 6 qo'shilib ketsa 3 ning birinchisi bo'ladi. Plus mana bu 2 ga teng bo'ladi. 2. Xo'p, ildiz 75 bu 3 ildiz 5 degani, yo'q. 5 ildiz 3 degani, to'g'rimi? Kosinus 210 bu minusdan ildiz 3 taqsim 2 degani, 3-chorakda. Minus ildiz 3 taqsim 2 degani. Plus 5 bo'lyapti. Plus 5. Demak, minus 15 taqsim 2 plus 5. Minus 5 taqsim 2. Minus 2,5. Xo'p, endi buni yechishimiz kerak ekan. Mana bu 49 ni nima qilamiz? 7 ni ikkinchisi qilib olsak, mana bu 2 oldiga 1 taqsim 2 bo'lib tushadi. Mana shu 1 taqsim 2 ni mana bu qavsga ildizli, ya'ni daraja qilib bersak, ildiz ostida bo'lib qoladi. Shu qavs ichimizda. Demak, shu holatga o'tib oldik. Ya'ni logaritm 7 asosiga ko'ra ildiz ostida 2x kvadrat plus x minus 5 va minus bo'ladi. Ya'ni mana bu 7 1 taqsim 7 ni 7 ni minus 1 qilsak, mana bu minus 1 oldiga tushsa minus bo'lib qoladi-da. Logaritm 7 asosiga ko'ra x plus 1 teng 0 bo'lyapti. Xo'p, mana buni o'ng tomonga olib o'tib ketsak, mana shu teng bo'lib qoladi. Ana endi logaritmlar tushib ketyapti. Ildizli ifoda bilan o'ng tomonda x plus 1 qolib ketdi. Demak, ildizdan qutulamiz. X kvadrat plus 2x plus 1. X kvadrat minus 2x minus 6 teng 0. X teng 3, x teng minus 2 bo'lyapti. Endi minus 2 bo'la olmaydi, chunki mana bu 1 plus x manfiy bo'lib qoladi-da. Demak, x teng 3 ekan. Demak, 3 ko'paygan 3 plus 13 taqsim 5 ni so'ragan. 9 plus 13 taqsim 5. 22 taqsim 5. 4/4 ekan javob.